Qiyin qistab. Kommunizmning haqiqiy aqdi bashrisini ichib beradigan Urumchidagi 21 yillik turma hayoti. Qiyin qistab. 6-qism. 4-5 soat o'tgandan keyin kamerning ustidan bir tomchi suv tomdi. Boshda ancha parvo qilmadim. Keyin tomchilar tezlashga boshladi. Kamerning ichida qushqashning uvusichida keladigan hojatxona bor bo'lib, tomchilar uning ustidagi tumirga urilayotgan edi. Besim bilan tushayotgan suv shunchalik g'alati ovoz chiqarayotgan ediki, bundoq ovozni ilgari hech qachon anglamagan edim. Tomchilar kechadan boshlab toki sahargacha to'xtamay oqdi. Tunugun navbatchilik qilgan saqchiga yozvordim. O'tinay, buning ovozini to'xtating. Qat'iy chiday olmayapman. U ich saqchi chuga o'xshamaydi. Agar uningdan kamer to'shigini ichib birar narsani so'rasam, kamer to'shigining qopqog'ini ichib ichiga tukaradi. Uning bu qiliqi dindorlarga bo'lgan nafratining ifodasi edi. Kashki men haqiqiy dindor bo'lsam, ammo peshonam hech qachon saydi ko'rmagan edi. Ammo bu yerda nomim dinchi. Bizga bu ismni dinsizlar qo'ygan edi. Tomchilarning qachon to'xtishini saqchi chu kelgandan keyin bilalishim mumkin edi. Kecha beshim og'rib chiqdi. Saqchi chu kelganda ahvolni uningga aytib, bu narsa qachon to'xtaydi deb so'radi. Chu chiroyimga qarab javob berdi. Odatda men bo'lgunchilarga hargiz gap qilmayman. Ulardan nafratlanaman. Lekin sana ichim og'irdi dedi. Men sening nafratlashingni bilaman. Sen savolimga javob ber. Qayerdan bilasan deb so'radi u. Men bu sana o'xshash sen menayotgan bu yo'llarni besib o'tgan. Bu nafrat o'ydirilgan. Hammamiz bir xil asarlarni o'qidik. Bir xil tarbiyatlarni angladik. Men bu bir chog'larda inqilobchi bo'lgan. Hammadan nafratlandim. Dunyodagi eng chong yaxshilik suyar odam bo'lsa-mu, men uchun baribir edi. Shuning uchun sening tuyg'ularingni yaxshi bilaman. Men tushunmagan bir narsa bor. Nimaga echinganing uchun menga yaxshi muomalada bo'lyapsan? Rostini aytsam, shuni bilishni xohlayman. Chu, nayt qizvatgan bo'lsang, bo'pti aytib beray. Xatolashmasam, kameraga kelgan 5-kuni sizni qutqiza olmadim ana. Meni kechiring ana deb ingrab yig'lagan edim. Ana azobini bilaman. Shuning uchun bilgunchi bo'lsam, ana uchun yongan yuragim meni ta'sirlantirdi, dedi. Va shu vaqtda sening onangni qo'lga olganini tushundim. Men darhol kamer to'shkiga yaqinlashdim. Sen qayerdan bilasan? Onu bilmaydigan bormi? Davlat vatan xoinlarining har biriga aloqador siyosat qo'llanmoqda. Oila a'zolarining har birini boshqa joylarga surgun qilmoqda. Hech kim qarindosh tuqqanlarni qayta topolmaydi. Nayda ustalik bilan o'ylab tepilgan plan. Shundoq emasmi? dedi. Bir necha yillar o'tganidan keyin shuni bildimki, meni xoin deb tosh buron qilgan yurtdoshlarimni kommunist dinsiz rejimini xushal qila olmabdi. Ularni qushlardek har tarafga tarqitibdi. So'rab yurib saqchi chudan ba'zi narsalarni berib oldim. Lekin kamerda kundan kunga jinim siqilishga boshlagan edi. Nayda zirkib ketayotgan edim. Kamer ichi bakli qorong'i bo'lg'achqa ozroq yo'riqlikqa, hatto bir siziqchilik nurga muhtoj edim. Nur yana yo'riqlikmi cho'ng bir ne'mat ekan. Buni menga shu kamer o'rgatdi. Qorong'ilikda insonning ruhiyati g'alati bo'lib qoladi ekan. Bu tomchilarning ovozimi qorong'ilikdagi insonning aqlini ozdirishga tirishadi. Keyin u tomchining sababini chu menga aytib berdi. U tomchilarning ovozi mahbusni aqlidan ozdirish uchun maxsus qo'yilgan ekan. U sen bir oyga bormay aqldan ozisan dedi. Buningdek ishlar soqchining parvoyiga kelmas ekan.
aqling ketgandan keyin darding tugaydi. İnsan o'zining dardini aqlidan biladi emasmi? Dedi u. Önlük ovozda javob berdim. Demak, Alloh taolo aqlni nihoyat mukammal qilib yaratgan ekan. Cho'ning birdan ovozi o'zgarib qoldi. Bizmo bir chog'larda Budda diniga ishonar edik. Senmo diniga ishinasan. Aqlni hech kim yaratmagan. U tasoddifiy paydo bo'lgan, dedi. Men, Chu, tasoddifiy paydo bo'lgan narsa biror tartibsizlikka duch kelib qolsa, yiqilib ketmaydi. Tasoddifining tartibi bo'lmaydi. Shuning uchun u yiqilmaydi. Chu, menga ochiqlab kamerning tuyishkini yaptı. Kamerda yana o'zim yolg'izlikda qoldim. Endi nima ish qilsam bo'ladi? Agar men amal topmasam, bu ovoz va qorong'ulik meni saron qilib qo'ydi. Cho'qim bir yo'lini tepishim kerak. Aqlimni saqlab qilishim kerak. Chunki aqlimni yo'qotsam men butunlay tugashiman. Shu kunidan keyin men bilan gaplashmadi. Odamning gaplashadigan odami bo'lmasa, doim ichi siqiladi. İnsan hayat ekanligini bilish uchun bir odamning ovozi uningga kifoya qiladi. Bu yerda normal turish uchun yaxshi bir plan tuzib chiqishim kerak. Bir necha soat o'ylab o'tirgandan keyin bir qarorga keldim. Birinchi, har kuni sahar turib mashq qilaman. Ikkinchi, o'zimga o'zim gap qilib so'z boyligimni saqlab qolaman. Gap qilishni unutmasligim uchun va tilimni ishlatib turishim uchun doim gap qilishim kerak. Undaq bo'lmaganda tilim gap qilishni unutib qoladi. Uchinchi, tafakkur mashqini qilaman. Qalbimning ko'ri bo'lib qolishiga yo'l qo'ymayman. Ularning hammani qilishga boshladim. Biroq bu tomchilarning ovozi mening harakatlarimni to'xtatishga yetarli edi. Hozirdan boshlablar ruhiy tushkunlikka uchrayotgan edim. Yatadigan yerim betondan. Kiyib olgan kiyimimdan o'likning hidi kelayotgan edi. Qonga bo'yalgan ishtinim hozirmi ustimda. Hey Allohim, tumurimdan eqiyotgan qondan shundoq badbo'y hid kelayotgan edi. Hayotimda buni birinchi qatim his qilib va ko'rayotgan edim. Bir necha oydan beri yuvinmay, hatto pitlab ketgan edim. Allohim, o'zing menga sabr ber. Men hamma narsaga chiday olgan edim, lekin bu ovozga chidashning imkoni yo'q edi. Men qayerda? Bu zodi qayer? Kamir to'shkidan vaqirab, Chudan so'radim. Chu, o'tinay, eshikni ochqin. Sendan bir narsa so'ramoqchiman. Bir necha soat yolg'irganimdan keyin kamirning to'shkini ochdi. Nima gap? Nima bo'ldi? Dedi u. Chu, menga deb bergin. Bu qayer? U hayron bo'lib chiroyimga qaradi. Kamirdasan? Yo'q, sana bu yer saroyga o'xshash ko'rinyapti, dedi. Yo'q. Qaysi shahardaman? Men Turkistondami yoki Xitoydami? Onun sana nima farqi bor? Ko'p emas. 1000 kilometr yo'l besib keldim, dedi. Demak, nihoyat yomon ahvolda bo'lib, shuncha uzun yo'l mang'inimni sezmay bu yerga keldim. Men yana Kamir bilan yolg'iz qoldim. Tamchining ovozi meni yomon ahvolga solib qo'ygan edi. Ertasi kecha qat'iy uxlay olmadim. Tong otgandan keyin uxlab qoldim. Uyg'onib mashq qilishga boshladim. Putlarimni mengayotganga o'xshash qilib bir oz mongdim. Saqchi Chu vaqiradi. "Hey, u yerda kim bor? Bu nimaning ovozi?" deb so'radi. Uningga bir oz boshqacha qilib javob berdim. "Men va 2 putim. Bir ish bo'ldimi?" Ichidan g'alati ovoz chiqqan edi. "Shuni so'radim", dedi u. "Ha, biz bu yerdan qechish planini tuzib chiqdik. Putlarim bilan maslahatlashib shu qarorga keldik", dedim men. Andin xorrak tatmoqchi bo'ldim, lekin qamlashtirolmadim. Nima qilsam foydasi bo'lmadi. U tamchi aqlimni yo'qotishga tirishar edi.
to'xtamay nima qilsam bo'lar deb ko'p o'ylandim. Oxirida bir amalni topdim. Har tomchi tushayotganda Alloh deyman dedim. Shunda qilsam Allohni zikr qilgan va Robbimni eslagan bo'laman. Shundaqla bu tomchining odam kayfiyatini buzadigan ovozini muqtilaman. O'ylaganimni amalga oshirishga boshladim. Tomchi tushgan hamon qalbimda va ig'izimda Alloh, Alloh, Alloh deyishga boshladim. Bu narsa kecha-yu kunduz davom qiladi. Ammo men bu ovozni anglashning o'rniga Alloh kalimasini deb tomchi ovoziga ahamiyat bermaydigan bo'ldim. Mana endi qalbim Alloh deyishga odatlangani uchun tomchining ovozini anglashimga hojat qolmagan edi. Bu vaqtlarda soqchilar oyda bir kelib ideyarangda o'zgarish bormi yo'q deb so'rab turadi. Doim bir xil javob berar edim. Mening qanday ideyarim bo'lsin? Men faqatla aldalganligimizni tushunib ikki savol so'ragan edim. Hatta bu savollarni yot odamdan emas, balki o'z akamdan so'ragan edim. Soqchilar aqlimning normal ekanligini ko'rib, bu yerda turganning hammasi aqlidan ozgan. Ammo buning aqli joyida turibdi deyishdi. 3 oydan keyin soqchilar bir tal ko'ynak berishdi. U ko'ynak qalin bo'lib, yozning issiqida hargiz kiygilik bo'lmaydi. O'zim tuzib olgan qoidaning har bir tuzumiga amal qilayotgan edim. Xiyolimga yomon narsalar kelib qolsa, darhol o'y fikrlarimni boshqa tarafga burib, o'zimni xafa qilmas edim. Kamir qop-qorong'u bo'lg'achqa asta-asta yo'riqlikni unutdim. Qiziq. Tushlarimda qorong'ulikda yurar edim. Odatda yeydigan tamoqim un va kepakdan tayyorlangan narsaga o'xshaydi. O'zimni tamoqqa majburlab yer edim. Hamma narsani faqat o'lib qolmaslik uchun qilardim. Ichimlik suv ilgirgidan bir oz yaxshilandi. Tomchi davomli eqiyotgan edi. Yotqimning hamma atrofi butunlay betondan edi. Mening bu sharoitim doim shundoq bir xil davom qildi. Qani faraz qilib baqing. Gunohsiz shu holatda u qorong'i kamerada qanchalik turdi deb o'ylaysiz? 3 yil 8 oy. Aytish nihoyatda oson. 3 yil 8 oy birla uyda betonning ustida yashadim. Amaliyotda meni turma boshqaruvchilari unutib ketgan edi. Chunki bu turmada mahbuslar shunchalik ko'pki, nejis kofir soqchilar ularning qaysi biri bilan shug'ullansin. 3 yil 8 oy butunlay yo'riqlik ko'rmay yashadim. Kamerning kichik tuşkining ishga echilgan chog'da kecha bilan kunduzni farq qila oldim. Ha, shundoq. To'g'ri angladingiz. 3 yil 8 oy yo'riqlik ko'rmadim. Mundaqla o'ylasa bu narsa insonlarga unchalik cho'ng ish bilinmaydi. Amaliyotda yo'riqlik biz o'ylagandan boshqacha narsa ekan. Butunlay boshqacha. Men bu qorong'u kamerada 3 yil 8 oy turgandan keyin oldimga 3 kishi keldi. Ular tayyorlan, bu yerdan ketsin deyishdi. Tayyorlanadigan nima borkin? Men hamisha tayyorman. Qo'limga ko'za kishan serishib kamerdan elib chiqdi. Keyin uzun ketgan koridorga chiqdim. Bu yer butunlay yo'riqlik bo'lmasa-mu, derazadan tushayotgan nurlar narsalarni farq etgudek yo'ritgan ekan. Kamerdan xilala yo'riq edi. Ammo kamer sirtiga chiqa-chiqmaslik ko'zlarimga sim sanjilgandek bo'ldi. Og'riqdan jinim chiqqidek bo'lib vaqiradim. Voyjon, voyjon! O'lib ket deb vaqirdi ularning biri. Badaningdagi to'ng'izning jinimi. Hozirgacha odamlarga o'xshash qandoqmi yashab kelgansan? Odatda kamerdan chiqqan mahbuslar eng oz bo'lgandimi 5-6 oygacha ma'lumotdi, dedi. Mening ma'lishim ularni hayron qoldirdi. Men mengayotgan edim. Buningga o'z aqlim sababli erishgan edim. Har kuni mashq bilan shug'ullanardim. Kichikgina kamer ichida 2 qadam oldiga, 2 qadam keyniga menib soatlab mashq qilardim. Shu yo'sinda putimning menish qobiliyatini saqlab qolgan edim. Mana endi yo'qlikdan ko'zimni ocholmay qoldim.
Biz koridorda uzun mang'andan keyin bino sirtiga chiqdik. Ko'zlarimga yorug'lik bilan birga sanjiq kirdi. Ko'zlarimni qo'llarim bilan yebib oldim. Lekin yo'chiqdan kirayotgan yorug'lik ko'zlarimni echishtirar edi. Ey Allohim, yorug'lik biz o'ylagandan butunlay boshqacha narsa ekan. İnqilobchi bo'lib yurgan vaqtlarimda chet ellik mahbuslarga qanday qiynoqlar qo'llanishni o'rgatadigan kitoblar o'qitiladi. Dinni bo'lguvchilarning zulmlarini tushuntirishib, agar kommunizm kelsa insoniyat zulmdan qutuladiganligini so'zlar edi. Shu vaqtda bir kitob o'qigan edim. U kitobda shuningga o'xshash bir maqola bor edi. Uningdagi bir odam yo'riqlikqa chiqqanda o'zini yo'qotib qo'yadi. Men kitobda ko'pdir yozilgan ekan deb o'ylagan edim. Yo'q, balki uningda ko'p sirlar yozilmagan ekan. Sirtga chiqqancha yo'riqlikning og'riqidan titrashga boshladim va yerda o'ltirib oldim. Mening o'ltirib olganim uchun o'rningdan tur deb qamchi bilan qattiq urdi. Ular meni bir oz urgandan keyin hujraga o'xshash mashinaga elib chiqishdi. Qayerga ketyapmiz deb so'radim. Jahannamga deb javob berdi. Men qayt qilib, hozir dunyodagi jahannamdan chiqdim. Endi qayerga ketyapmiz deb so'radim. Meni qo'riqlab ketayotgan soqchilardan biri gapimdan qaqoqlab kuldi. Kulishi shunday qo'rqinchli ediki, tinim shurkunib ketdi. Onun kulishidan badanim qetib ketdi. Bu odam nimaga kulganligini uzun o'tmayli bildim. O'lim vodisi. Bir necha soat yo'l yurganimizdan keyin bir joyga kelib to'xtadik. Yo'l bo'yi meni bo'lgunchi deb haqorat qilib kelishdi. Bo'lgunchi kim? U nima qiladi deb so'radim. Bo'lgunchi hurriyatchi emas, bosqinchidir. Bo'lgunchi o'z millatining boshqasiga yashash huquqi bermaydi. Ularning hammasi sizda bor-ku. Sizlar irq demaysizlar xolos. Lekin inqilobchining boshqasiga yashash huquqini bermayapsizlar. Bo'lgunchi deganingiz bo'lsa, irqni asos qilib sizlar qilgan ishni qilyotidi. Mening narim bo'lgunchi. Lekin sizlar bo'lgunchi deyapsizlar. Nimishqa o'zinglarning kimligi haqida o'ylab ko'rmaysizlar? Shu gaplarni deyotgan vaqtda ko'zlarimni qo'lim bilan etib olgan edim. Hatto qattiq etib olganligimdan yarim kecha bo'lganini sezmay qoldim. Saharga yaqin bir joyga kelib to'xtadik. Qo'rqinchli kulgan soqchi gap qilishga boshladi. Mana keldik. Ana endi jahannamni ko'rasan, dedi. Go'yo biz bir tog' yo'lidan kelgandek edik. Bu joyga kelgandan keyin meni so'roq qilishga boshladi. Aybing nima? Dadangning ismi nima? Onangning ismi nima? Degandek har xil savollarni. Majburiy holda yuqoridagi savollarga javob berdim. Ondan menga gap qilishga ruxsat berganda, men ularni so'roq qilishga boshladim. Sizlarning xalq mahkamalaringlar qani? Meni hech bo'lmasa xalq soqchilari so'roq qilsin. Yomoni kelsa meni o'ldirishidi. Bunda qiynoqlar bilan meni qiynab o'tirmaydi. Tuvan ovozda gap qiladigan kishi g'azablik ohangda so'radi. Menga qara. Ilgari bizning yo'limizda ishlagan ekansan. Keyin xoinlik qilib bo'lgunchi bo'libsan. Bo'ldi. Bizni ortiq qiynama. Kimlarga ishlayding? Tashkilotlar nima ishlarni qiladi? Menga aytib ber. Ondan oilangga qo'yib beraman, dedi. Ochiqqina kulib qo'ydim. Qaysi uy? Qanday oila? Sizlar odamlarning uyini yoki oilasini qoldirdinglarmi? Yaxshi, undaqda bu yerda qolaman deb atamsan. O'zing bilgin, dedi u. Men yo'q, undaq demoqchi emasman. Faqat bo'lgan ishlarni aytib berdim. U birdan ochiqlab ustalga urdi. Sen nima demoqchisan? Bizga dinchilarning faoliyatlarini aytamsan yo'qmi? dedi. Men ular to'g'risida hech qanday faoliyat bilmayman. Dindorlarga kelsak, ulardan hargiz qo'rqmanglar. Ular tashkilot qurgan bo'lsa-mu, sizlarni tanimag'anligi uchun ularning tashkilotlarga bemalol odamlaringlar kirib birga ishlay oladi. Chunki ularning tashkiloti tartibsiz, nishonsiz, jon boqarning desmisiga o'xshaydi. Ular doim o'zlari bilan o'zlari janjonlashadi. Biri-biri bilan tortishib turaveradi.
ular hech qachon Qur'on olmaydi. Jamiyat xalq haqida qiziqib ko'rmaydi. Chunki hokimiyatning nimaligidan bexabar. Agar dindorlar sizlar qo'rqinchlik aqlliq bo'lgan bo'lsa edi, hozir shu ishlaringlarni qilolmagan bo'lardinglar. Amaliyotda musulmonlarning dushmaniga qarshi biror harakati yo'q. Lekin Xitoy tarafdori bo'lganlar doim musulmonlardan qo'rqadi. O'zimga o'zim musulmonlar hech bo'lmasa, atrofga ko'rinayotganlar kabi tirisi edi deydim. Qayerdan jasorat topdim bilmayman. Lekin yuqoridagi gaplarni qildim. Yiliqi odamning nihoyat ochiqqa kelib ketgan edi. U nihoyat g'azab bilan, unlik ovozda: "Menga Kamdurulloh muftiyni chaqirib biringlar. Bu it bo'lgunchiga yaxshiroq dars berib qo'ysin", deb vaqirdi. Nimishqa kishilarga bunchalik zulm qilishni yaxshi ko'rsizlar deb so'radi. Mavzudan nima deganligini bilamsan? Dushmanga ishonish xalqqa zulmdir, deb javob berdi. Undaqda sizlar xalqqa zulm qilmayotgansizlar.